Neç pul ekan aka? 200 ming so'm. 200 mingmi? Zotdor shekilli bu. Toza Brahma. Bramami bu? Chista Brahma. Mana. O'zi videoga tushib beradi. O'rganganda Videoga tushirib va yo'llab mana. qo'yonlar qanchada? Yo'la 200 ming so'm. 150 mingga beraman. 200 ming so'm aka. Qanchada xo'roz? Nech pul ekan bu? O'zingiz so'ysangiz 1,5 kilo, 1 kilo 600 go'sht olasiz. Bahoni aytmajakan. Quyon do'stlar, quyon. Nech pul bular? 250. Bollarchi. Ular mana bilan beraman 80 ming. 150 ming so'm. Mana olib borib kim bilan berib topda bo'lgan beraman. Nech pul ekan bular? Bollari 60 ming davomimiz. 50 mingdan qilib beramiz. Bo'lani ham taqalgan. Bundan kamiga bermaymiz. 50 ming so'm ekan quyonlar do'stlar. Bular onalarimi? Bular qanchada? Bular nech pul? O'rtalari 200 ming, 150 ming o'ziga qarab. 250. Maydalari. Yo'q, bular tursin. Bular nech pul? Olasizmi? Nech pul ekan bular? 100 ming. 100 ming so'mdan ekan do'stlar. Ular ham 100 ming. 100 ming so'mdan kattalar do'stlar. Rahmat. Video. Nech pul? Nech pul ekan? Har xilmi bahos? Bahos har xilmi? Ma bu oq. Olaman deydigan uchun 150-200 bo'lyapti. Oq qanchada? Oq 100 ming so'm ekan bular do'stlar. Ma bu ikkitasi bitta sotiladimi bu? Farmi bular? Nech pulda? Donadan bo'ladigan bo'lsa, 120 130. Ko'proq oladigan bo'lsa. chalasi qoldi. Endi ko'pini tortib Mana shu yerda nimasi bu? Toshkentda. Yo'qmi bu do'stlar? O'zi svet shunday ekan. Nech pul bular? 100 ming so'mdan 150. Bular 100 bo'lsa kerak-da. Bular 150.